Alloh sizga bergan ne'matni qadriga yeting do'stlar. Men imoningizni nazarda tutyapman. Negaki meni ota-onam musulmon emaslar, afsus. Mening umr yo'ldoshim shu yerda o'tiribdi. Va u biladi, men qanday ota-onamni yaxshi ko'raman. Ota-onam ham meni yaxshi ko'radilar. Har kun otam aytadilar-ki, o'g'lim, men seni yaxshi ko'raman deb. Nega biz musulmonlar bir-birimizni shunday sevmaymiz? Ammo meni otam nomusulmon o'lsa, bilasizlar nima bo'lishini. Siz o'z otangiz haqqiga duo qila olasiz, ammo men o'z otam haqqiga duo qila olmayman. Allohga qasamki, bu bir haqiqat u. Alloh sizlarga bergan iymonni qadriga yetinglar do'stlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli musulmon do'stlar, islomiy sayfamizga xush keldingiz va albatta obuna bo'lishni unutmang.